Assalomu alaykum. Avazbek aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Charchamasdan. Sizmisiz? Rahmat, ishlayapsizlarmi? Ha, rahmat. Aka, bizga so'rilar narxlarini, turlarini bir tanishtirib o'tsangiz. Yaxshi-da. Qanaqa so'rilarimiz bor? Aka, so'rlarimiz sastadan bo'lgan, rossiyskiy yog'ochlardan bo'lgan, quruq, sifatli. Razmeri 2.10 ga 2.70. 8 kishilik deyiladi. Buni 2.300.000 so'mdan beryapti. Nech pul? 2.300.000. 2.300.000 so'm narx belgilamoqda. Keyingilarni ham ko'rsatsangiz. Endi xuddi buni shuni yana bir arzonroq varianti bor, shu ko'rinishda. Aha. Bunimiz aka. Bunisi? Aha. 1.900.000 so'mdan chiqadi bular. 1.900.000. 2.70 razmeri buni. Aha, nima farqi bor buni? Ammo bozlarida materialida farqi bor. Aha. Materiallarida. Yaxshi. Bunimiz bor aka. Bunisi ham 2.10 ga 2.70. 1.900.000 so'mdan chiqadi. 1.900.000 narxi. Aha. O'zlarini ustaxonalarida yasashadi. Birinchi qo'l. Ikkalasi bir xil ekan-a? Razmeri bir xil. Bir xil. Yaxshi. Qolganlarni ham narxini tanishtirib o'tsangiz. Bunimiz ichida kichikroq razmeri. 2.5 6 kishilik deydi. Bu ham rossiyskiy yog'ochdan bo'lgan, sastadan. Aha. Bunimiz 1.350.000 so'mdan. 1.350.000 so'm. Arzon. $100 ekan, bu yog'i. Aha. Bizning kanalimiz nomidan kelsanglar $100 qilib beradi. Xuddi shuni jinday katta varianti 2.10 2.70 da. 1.550.000 so'mdan. 1.550.000 so'm. Yaxshi, zo'r. Yana qanaqa turlarimiz bor? Bularimiz bor aka. Aha. Oyoqlari yong'oq chinordan bo'ladi. Razmeri 2.5 3 bo'ladi. 3.800.000 so'mdan. 3.800.000 so'm. Yuzni o'rtasiga solib bitta ko'rpacha solib qo'ysangiz, har qanday mehmon 10 kishi bemalol sig'adi. 10 kishi sig'ar ekan mana. Yaxshi. Endi xuddi shu razmerimizda 2.90 ga 2.40. Aha. Buni ham oyoqlari yong'oq chinordan bo'ladi. Bunimiz 3.200.000 so'mdan. 3.200.000 so'm. Hozir bo'yoq berilmagan holatda. Ha, bu bo'yoq berilmagan holat. Lakka tayyor, lak bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana yasalish jarayonlarini ham ichkarida ko'rsatib o'tamiz. Qo'li-gul ustalardan, ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan ustalardan so'rlarni olishingiz mumkin. Yana qanaqa turlarimiz bor? 8 qirraligimiz bor. Oyoqlari chinordan bo'lgan. Aha. 8 qirralik. Xon taxta chiqadigan zinalari ham bo'ladi. Qolgan joy sastadan bo'lgan. Oyoqlari chinordan bo'lgan. Aha. Narxi 15 million so'm. 15 million so'm. Qanday? Ko'ringlarchi bir. Chiroyli ekan. Ya'ni kelishtirib beramiz bunimizni. Kelishtirib berasiz. Qolganlarimiz o'rta narxda. Bitta hovliga zo'r yarashadi, katta hovli bo'lsa. Bunimiz narxi qancha bu oynakli ekan? Bunimiz 14 million so'm. 14 million so'm. Nimadan tayyorlangan bu? Bu hamma yo'q yong'oqdan tayyorlangan. Yong'oqdan tayyorlangan. Ko'rishingiz mumkin. Chekkalari oynaklar. Qora shishali, qalin shishadan bo'lgan ekan. Yaxshi, bu stollarimiz ham narxlarini aytib qo'ysangiz. Stollarimiz 2 million so'mdan komplekt chiqadi. Kompleks 2 million so'm. 4 kishi bemalol sig'adi, onlari bor ekan. Bu tarafdagi so'rilarni ham bir ko'rib qo'yamiz. Mana bu o'zlari yasashadi shu yerda. Aka, buning narxi qancha? Bu asha 2.300.000 so'mlik sepilmagan holati. Aha, sepilmagan holati. Mana ko'rishingiz mumkin, mana shu yerda o'zida ustalar mana shu yog'ochlardan tayyorlashadi. Ichkaridagi ustaxonasini, ish jarayonlarini ham ko'rib chiqamiz, ruxsat bersa. Hormanglar. Bu yerda tayyor bo'layotgan mahsulotlarimiz. Aha. Yasalish jarayoni. Hoji sinovni yurgizib qo'y.
Tayyorlanish jarayonlari. Bu joyda ham bo'lyapti. Shu 8-10 kishilik. 8-10 kishilik. Buyurtma asosida ham Ha, buyurtma asosida bo'ladi. Shifonlarimiz ham bo'lyapti tayyor. Bu tomlari yopiladigan bo'lib, nimalar bular? tom yopiladigan shifonli bo'ladi. Shifonlar. Ha. So'riga o'xshatib, ha. To'rtta tomoni tepasiga shifr qo'yiladi, ha. Chirpitsa qilib. Tez kunda ular ham obzor qilib beramiz. Bo'ldi. Hop, uni ham kelib olib ketamiz. Ustalarimiz mana shu yerda. Vaqtlar bilan tayyorlashar ekan. Hozbek aka, murojaat uchun telefon raqamlaringizni aytsangiz, o'zlari sizga telefon qiladi. 91lik 170 170 17 70 17 70 70 raqamiga Avazbek deb. 95ligi ham bor. Aha. 047 Aha. 17 70 17 70 shu raqamlariga pastga yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. Yetkazib berish yetkazib berishimiz Andijon bo'ylab bor. Aha. Shuni vodiy vohalarga kelishilgan holatda magazinchilarga optim narxda beramiz. Optim narxlarda yana ham arzonroq qilib yetkazib beradi. Marhamat, telefon qilaverasizlar. Barchalarni kutamiz. Sizga video foydali bo'lsa, like bosib, do'stlaringizga ulashib qo'ying.